Ya hakikaten abayqı körünüşlerdimi oturumuzda çıkıp tuğan sındım. Bu Xitay bu qatim ya şunçilik haddirini açtı ki hem de hatta konsullardan tatip qılgan muamelesi bulup ma Tayvan hakkında taka içinden qılgan sözden keyin. Hem de hazırgacha kun siri ciddiyleşmeye otudamdı. Bir-birinden o sözler bir devletke yarışıdığan bir sözler yok arasında. Beşemlikten başka narsa yok. Andaki müşkül qarab bakalım müşkül görünüşü mana, ma görünüşünü. Ya bu kadar hamda insan Xitayning kiygan kiyimi ha 1919 5 ayda Xitay yoshlar namoyish qilgan vaqtida kiygan bir kiyim. ha 1919'daki kiyimde hem de. Nimde kiyip çıktı degan vaqtida o vaqtida bu Yuan Shikai hakimiyeti Japonya arasında bir 21 maddelik bir kelişimni qilmoqchi. Ama Xitay bununla pek yakınlaşmadı. Onu hem de xalqarada Japonya bu özünün gücüden faydalanıp isim işletti. Yani mecburlaydı hem de Xitay kabul kısmında. Yuan Shikai hakimiyeti bunu kabul kılıştım biraz tatında çünkü memleket yani bu Xitayning içinde namoyishlar ko'payib ketdi. Hükümet ishlayotgan nurg'un shu mutaxassislar unmadi degandek. Şunun bilan bu yoshlar namoyish qildi, ya'ni Japoniyaga qarshi bir namoyish. Boyaqa Xitoy o'rta seviyedagi bir amaldor. O mu shu kiyimini kiyib, ikki qo'lini yanchiqqa silib, şu 1919'daki ahvalni hatırlatıvadı demdi. Şu. Yani bundan maxfiy yushirin urushlama bir yerde demdi. Bir çoğun devletin salohiyatiga yaraşmaydigan bir hakikat qaraşlari. Şu. Onun için Xitoy sosyal medyada Burunqi Yaponiya bo'lgan bo'lsa shapalaq odamlar saltida samuray ruhi. O vaqt ödep gitti değil mi? Yani Xitay sosyal medyada o bunu kahraman kılıp etti Xitay'ını. Yani şu Japonlarga baş egmedi o bu depçün. Bu Xitay'ınki ahlaksız iş ahlaksız da diplomasi içerideki ahlaksızlık halini Xitaylar bunu no'chilik deb ko'ryapti. Aslında bu xalqaro munosabatlar tarixida yozildi hamda. Japonya o'zining pozitsiyasini bozmay, ya'ni nima qilsang qil, men shu diplomasi qoida bilan men ishimni davom qilay deb nima qilmadi. Ya'ni ta'tir qarab yo o'mayliqi qo'lni yanchiq silib yo qilmadi. Yani bir yerda Xitoyninki tushganligi ketimi? Yani ro'shan bo'lib qoldi, ro'shan ko'rindi. Hem de Xitay yükselgenlikin hoşun devletlerle cidalla çıkıdı hem de. Çünkü hoşun devletlerle kanda ötüş münasebetine kanda kılıç cette Xitay'ınki bir inik bir siyaseti yok. Deydiğen gepler ya biz digeninki hoşunu olanki inak hoşnutçilik mandak yaxşı münasebet biz digen tarihten beri manda inak ötken biz degeni hoşuna urug' tuqqandek deydi ama qilgan ishi boshqacha bo'lgandan keyin Xitoyninki obrazi bir yolg'onchi degan bir obrazmi paydo bo'ldi. Xo'sh. Chunki xalqaro munosabatda hammamiz bilamiz, davlatlarninki bir-birisi bo'lgan munosabatni kontrol qilib tutib turadigan bir davlatning yuqorisida bir davlat yo'q. Xalqaro qonun bilan tutib turdi, hamma odam xalqaro qonunga bo'ysunib ketmaydi. Shuningga davlatlar orasidagi munosabatlar bir-birisiga bo'lgan ishonchlik ustida bu qurilib chiqqanda. Xo'sh. Agarda bir davlat yolg'onchi bo'lib qolsa, abaqiman degan ishonchlik tugdi degan gap. Undan keyin sen nima desan, chiroyli gap desan ishonmaydi. Ve her işini qilgan chaqda, gapni qilgan chaqda xalqlar bu rost deyotamdi, yolg'on deyotamdi deb necha o'ylashdi. Xo'sh. Belki
mushu Xitoyninki ziyini bo'lib qoladi. Chunki haqsan ishlanmaganligi, haqma manda bo'lib qolsa qanday qilamizda? Ikkinchi, uchinchi planni qurib qo'ydida. Azroq bu Xitoy manda qilib qolsa, ani qilaylik. O ikkinchi, uchinchi planni hamda Xitoyga ziyon planlar bo'ladi. Xitoy mushlarni o'ylashmayapti. Sen jahonga hokim bo'laman deydigan bo'lsang, bütün devletlarninki menfaatini o'ylashga to'g'ri keldi. Yolg'izla sening emas. Bo'lmasa bu devletlar bilan chiqishamsan, sen jahonga hokim bo'lamaysan. Bu aniq bu. Agarda Amerika bilan tang bo'laman, taqobil turman deydigan bo'lsang, sening qo'shni davlat seninki kontrol qilayotgan rayonlar, Sharq Turkiston, Tibet, Mo'g'uliston, Tungan, Ningxia, Tunganston deb qo'yaylik, Manchuriya degi harakat yo'q. Mushu rayonma tinch bo'lish lozim va muqim bo'lish lozim. Qo'shni davlatlarma sening bilan inoq o'tish lozim ki Amerikaga taqobil tur. Hozir bunda qilsa o zaman Amerikaga taqobil tur. Çünkü senin içindeki ebeki mesele olan rayonlarını arlaşalaydı hem de bayağı diğer qo'shni devletler bile hareket kılalaydı. Mesela şu milli xavfsizlik strateji hüccetinde mi? Janubiy Koreya ve Japonya'nın Tayvan'da bir ihtimal çıkıp aldığın canını aldığını iliş için tırışımlar da vardı. Hoş. Yani qo'shni devletlerine çıksalarlaydı. Ular degan ittifaqdosh devlet. Hoş. Shuningdek, Xitoy ba'zi meselelarda bu cho'ng devlet bo'lgandan keyin cho'ngchilik qilolmayotdi. Yana shu chupaylik qilyotdi. Bu chupaylik uzun muddatda Xitoyga bir foydasi bo'lmaydi. Qisqa muddatda agarda jang bo'lmay qolsa, Xitoy bu da bir foyda olgandek ko'rinsimi? Ama Xitoyga bo'lgan ishonchlar bo'libmi bu taraqqiy qilib bo'lgan davlatlar Xitoyga pek ishini ketmaydi. Taraqqiy qilolmagan davlatlar Xitoydan ba'zi manfaatni ko'zitib turib, uning bilan munosabatni qurdi hamda. Hoş. Bu jahonda bilimiz, ya'ni 20 davlat bor, jahonda so'rayotgan. Bu 20 davlatninki 20 dan ko'p agarda Xitoy tarafda bo'lmay qolsa, Xitoyninki kelgusimi bu qiyin bo'ladi. Yani hem diplomasi jihatda bu ishni yaxshi qilolmayotdi, hamda bu yumshoq kuch deydigan bir kuch var, o soft power. Hoş. Yani xalqlarni qo'rqitmay turib, xalqlarni jalb qilish kuchi degan gap. Yani xalqlarni seni suydigan holga akilish degan gap. Ama sen bu pozitsiyada bo'lsang, yumshoq kuchingni ishlatamaysan. Yani qattiq kuch her zaman ishga yaraydi degan gap yo'q. Bazen yaramay qoladi. Çünkü bu Japonya meselesi, Xitoyninki yadro menfaat meselesi tamam. Tayvan meselesi ama onu diplomasi yolu bile, başka siyasi yolları bile hal qilish kerakdir. Ama onu qilmadi. Yani nima deymiz? Ama o ko'chada urushgan adamlar mush etib og'zi burni qonigandan keyin, ondan keyin texima past uslublarni ishlatishga boshlaydi. Şu. Ashunga o'xshab qoladi. Doğru. Xo'sh.